O'zbekiston har jihatdan bugun dunyoda o'zining o'rnini topdi. Farg'onada media haftalik yuqori kayfiyatda boshlandi. Kameralar ishga tushgan, mikrofonlar tayyor. Yilning eng yirik media loyihasi. Mavzuni qanday yotish kerak? Jarayonga qanday yondashish kerak? Axborotlarni tayyorlash masalalari, kontent yaratish sifati ichkari oshish emas. Shaxsan men uchun juda ham bir katta imkoniyat bo'ldi. Jurnalistlar, blogerlar Bu media haftalik ixtisoslashgan malaka oshiruv bo'ldi. SMM, madrografiya, operatorlik, bir kunlik dars jarayonida 4 xil mutaxassisdan biz bilim oldik. ijodiy tajriba olish juda ham katta bizga maktab rolini o'tamoqda. Kontent sohalari bo'yicha o'z bilimlarini yana ham mustahkamlashmoqda. SMM kursda o'qidim, vaziyatga erishdim. Bu yerda nazariya bilan amaliyot uyg'unlashadi. Cheki masalasi bo'yicha data jurnalistika masalasi. Hujjatli filmlar haqida Ommaviy axborot vositalari vakillari, bosma nashrlar. Farg'ona viloyatidagi eng yosh matbuot kotibi sifatida Kelgusida yanada faol ishlashimizga turtki bo'ldi. yoshlarimizni kelajak avlodda naqadar katta kuch ekanligini ko'rsatib beryapti. Men Asilbek Rahimov blogerlik bilan shug'ullanaman. O'zimni tajribamni oshirgani kelib va sertifikatlarim olib ketdim. Media haftalik doirasida 1000 dan ziyod, qariyb 2000 ga yaqin yoshlarimizni qamrab oldik. Bu media haftalik farg'onalik media olami vakillari uchun haqiqiy media maydoni bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi.